O'rtoqlar, trek bizga kelgan. Xo'p, buni bir ikkita joyga olib borsa, switchga qo'ydirgan, yana bir joyga olib borsa, switchga qo'ydirgan va qo'limda switchni ko'rasizlar. Haqiqatan bitta ishlamay qolgan. O'rtoqlar, asl muammosi bu emas. Hozir sizlarga ish jarayonida ko'rsatib beramiz. Qarang, o'rtoqlar, birinchi silindrga e'tibor beramiz. Qo'shing. Davay. Yo'q. Endi 3-silindrni tekshiramiz. Qaranglar yaxshilab, o'rtoqlar. Davay. O'rtoqlar, ko'rdinglar, o'rtada silindrda yo'q. Endi kamerada tekshirib ko'rsatamiz. Okey. Qaranglar, o'rtoqlar, o'rtadagi kamera tashib olganmiz silindrga. Professional diagnostik apparatda mana ko'ryapmiz. Porshunlari zakonniy, mana. Endi klapanga e'tibor beramiz. Klapanni ko'rsatyapti. Mana qaranglar, o'rtoqlar, klapanni qaysi tomon mana. Ko'ryapsizlar, o'rtoqlar. Yechmasdan turib, motorning ichida qanaqa muammo borligini bizda kelsalaring o'zimiz tekshirib beramiz. Mana klapanni uchirib yorgan bir tomoni, 3tasi zakonniy, mana bittasi o'zi ko'rib turibsizlar qanaqa bo'lib qolganini. O'rtoqlar, bu videoni trekker haydaydigan do'stinglarga yuborib